Voy, 16 mi? Men o'ynab xohladim, kerak emas. Qizim, o'g'ling nima xafa? Ha, u ham PlayStation 5 so'ragan ekansiz, to'g'ridan olib kelib qo'yibsiz. Obbo, bo'pti, hozir borib ikkalasini ham almashtirib kelaman. Meni syomkam bor edi. Bu so'ragan puling, bu yoqda 1000. Men sendan 1200 so'radim-ku. Ey, jura, meni pul zotim yo'q. Do'stingdan qizg'onyapsanmi? Obijon Nasriddinda pul yo'q desa kim ishonadi? Qo'y. Ey, rostdan borishi ekan. Onaginam, men keldim. Keldingmi, bolam? Syomkadan chiqib to'g'ri keldim. Uzr, sizga hech narsa ola olmadim. Lekin bitta fursat olib keldim. Mengami? Voy, umringdan baraka top, tani joning sog' bo'lsin, rizqing mo'l bo'lsin, bolam. Topgan tutganingga baraka bersin. Ona, meni kechiring. Nimaga? Boshqalarga dunyoni olib bersam ham rahmat eshitmadim. Sizga bittagina savob kelganimga shuncha duo qildingiz. Birinchi yotog'im bag'ringiz, birinchi eshitgan qo'shig'im allangiz, birinchi luqmam ona suti edi. Ulg'ayib, ish, oila deb sizni oxirgi o'ringa qo'yib qo'yganim uchun kechiring. Voy bolam-ey. Seni sog' bo'lganingni o'zi menga katta baxt. Onajonim, qayta tug'ilishda imkoni bo'lganda hech ikkilanmasdan yana sizni farzandingiz bo'lib tug'ilardim deydiganlar bitta like bosib qo'yamiz. Onajonim, siz mehribon